212 2 litrli 230 tadan ko'proq ot kuchi. 4 metrga почти 2 metr ekan bo'yi. Ham почти 1.90 mi shunaqa ekan. Mashina unaqa injiq 17 diskali ekan. Qaranglar. Bu ramli mashina. Alohida bas, geliklar hozir yangisi alohida har bitta balon alohida chiqyapti. Unaqa emas. Ammo mashina rangi ham chiroyli ekan. Matoviy anaqa juda yarashar ekan. Hali 1 yilligiga ko'rgan bo'lsa juda ham chiroyli tryuklar qildi-yu mashina. Shunaqa joylarga gelikda arzonroq versiyasi. Kimga yoqadi bu mashina, kimga yoqmaydi? Kommentariyada yozib bersanglar, расходы 10 litr shunaqa ko'rsatgan endi. Haydab ko'rganlar biladi buni. Bilmadim. Lekin yaxshi mashina o'xshayapti. 230 ot kuchi endi bu 4 ta g'ildirak tortadigan bo'lsa, menimcha yaxshi. Kim qanaqa fikrda kommentariyada yozib bersanglar.